Videoni o'tkazib yuborishga shoshilmang. Men siz uchun Gorka komod obzor qilib ko'rsataman. Xitoyda ishlab chiqarilgan fabrikda oxirgi modellardan. Mana komodimizni ko'rsangiz bo'ladi. Komodimiz yaqinroq olib keling. Mana buradagi zavodskoy gullar urilgan. Ust qismiga qarang. Zavodskoy bitta mayoda emas, mayodlardan mayda-mayda qilib shunaqa gullar urilgan. Juda ham zo'r holda turibdi. Komodimizni oyog'iga qarang, oyog'i qanaqa ishlab chiqarilgan, gullarga, naqshlariga, bu yoqdagi mayda gullar naqshlariga qarang. Haqiqatan ham cho'tka qilib ishlab chiqarilgan. Bunga ortiqcha ta'rif berishga umuman hojati yo'q. Mana yoqdagi gorkamizni ham ko'rsangiz bo'ladi. Gorkamizni ham keling ko'rishingda. Mana yoqdagi gullarga qarang. Qanaqa cho'tka gulchalar urilgan va past qismidagi gullari, oyoqlari. Bunga ham ortiqcha ta'rifga umuman kerak yo'q. To'g'ri sheylik, o'rtasida oynalari qalin oynadan qo'yilgan. O'sha aytganimdek, bu oxirgi chiqqan modellardan narxi o'zi ham juda ham qimmat turadi. Biz sizlarga arzon narxda beraveramiz. Narxi qiziq bo'lsa, bizning Telegram kanaliga o'tinglar. Telegram kanaliga obzorim bilan bonus narxlar yozib qo'yilgan. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar. Telefon qilinglar, chiroyli narxlarda kelishtirib beraveramiz. Hammaga aytgan, rahmat.